Har bir bola mehr va e'tiborda. Bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan Samarqandda tashkil qilingan o'ziga xos aksiya ana shunday nomlandi. Uning doirasida Turkiyaning nufuzli klinikalaridan bir guruh mahoratli shifokorlar ishtirokida ehtiyojmand oilalar farzandlari uchun yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari o'tkazildi. Urgutlik Kumush Boltayevaning farzandi tug'ma lab nuqsoni bilan tug'ilgach tushkun ahvolga tushib qolgan edi. Shifokorlar bu kasallikni faqat jarrohlik yo'li orqaligina davolash mumkinligini aytishadi. Odatda esa bunday operatsiyalar xorijiy davlatlarda katta mablag' evaziga amalga oshirilishi esa onaizor va uning yaqinlarini o'ylantirib kelayotgan edi. Nebaxtki, Samarqandda bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan to'liq moliyalashtirilib o'tkazilgan tibbiy ko'rik va jarrohlik amaliyotlari doirasida Kumush Boltayevaning farzandida ham bepul operatsiya amalga oshirildi. Bir oy oldin keldi, diagnostiklar tekshirdi. Bir oydan keyin kelamiz, tayyorlab turing, operatsiya qilamiz dedi. Keldi, operatsiyalar o'tkazdi. Hozir natijasi yaxshi. Prezidentimizga minnatdorchiligimni bildiraman. Inson qadri shunchalik ham amalda bajarilyapti. Men juda xursandman bundan. Guljaxon Xo'jamqulova esa Paxtachi tumanidan, uning ikkinchi farzandi Tanglayda tug'ma nuqson bilan tug'ilgandi. Samarqand viloyat ko'p tarmoqli bolalar tibbiyot markazida bepul tarzda amalga oshirilgan jarrohlik amaliyotlari Guljaxon Xo'jamqulova kabi o'nlab oilalarga quvonch keltirdi. Bugun uning farzandi sog'lom hayotga qaytdi. Har ko'rganimda farzandimga yig'lab, o'zimdan o'tgan kechirmalarni o'zim bilaman. Operatsiyadan keyin mana shu 3 yil qiynalgan azoblarim, mana shu qizimga qarab qiynalganlarim hammasi bosilib ketdi. Sog'lom bolalar qatoridan joy olgani uchun juda ham xursandman. Juda ham chuqur minnatdorchilik bildiraman prezidentimizga, mana shu shifokorlarimizga. Sharoitimiz yo'q, endi qanday operatsiya qilamiz, pul bo'lmasa deb juda ham o'ylanardim, siqilardim. Bolajonim shuncha sog'lom bolalar qatoridan joy oldi. Mana endi sog'lom, o'zi gapira oladi. Hech narsaga xarajat qilganimiz yo'q. Shunday faqat keldik, operatsiya o'tkazdim. Operatsiya jarayonlari ham yaxshi o'tdi. Shuni aytish kerakki, turkiyalik hamda mahalliy shifokorlar ishtirokida ushbu aksiya doirasida 30 nafar bolalarda murakkab jarrohlik amaliyotlari o'tkazildi. Bu esa yurtimizda inson qadri, uning manfaatlari nechog'lik yuksak qadriyat ekanligini amaliy ifodasidir. Hayot uchun kerakli organlarda, mana qo'llarda, oyoqlarda harakatli cheklanishi bilan bemorlarni hayot sifatini yomonlashtirgan. Bizlar turk mutaxassislarimiz bilan tajriba almashish maqsadida harakatni tiklash, mana shu natija bo'yicha harakat qilyapmiz. Ezgulik tashabbusi bo'lgan ushbu aksiya necha oilalarga quvonch olib kirdi. Necha o'nlab bemor bolalarni sog'lom hayotga qaytarish imkonini berdi. Bu esa inson qadri uchun degan hayotbaxsh islohotlar o'zining samarasini berayotganidan dalolatdir.